Marg'ilon shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida navbatdagi eko-hashar o'tkazildi. Bugun Marg'ilon shahridagi ijodkorlar bog'ining Adiblar xiyobonida 100 ga yaqin manzarali ko'chatlar ekildi. Tadbirda so'z olganlar prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan Yashil makon umummilliy loyihasining ahamiyatiga to'xtalib, barchani ushbu ezgu ishda faol bo'lishga chorladilar. Tadbir ishtirokchilari nafaqat ko'chat ekish, balki uni parvarishlash, yashil hududlarni ko'paytirish har birimizning burchimiz ekanini ta'kidlab o'tishdi. Albatta biz bu jarayonlarni hafta boshida barcha ta'lim muassasalarida, umuman mana shu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshlaganmiz. Lekin bugun shunday mana shanba kuni bir hashar tarzida amalga oshirayotgan ishimiz, bu loyihamiz mana shu Adiblar bog'idan biz o'zimiz tashabbus bilan mana shu ziyolilar ta'lim muassasasida ishlayotgan o'qituvchilar bog'i uchun joy olib, o'zimiz mana shu yerda mana shu manzarali daraxtlarni ekyapmiz. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, bugungi kunda bo'lim tomonidan shahardagi 34 ta umumta'lim maktablarida 10 mingdan ortiq mevali va manzarali ko'chatlar ekilgan. Ushbu ishlar davom ettirilmoqda. Yangi ekilgan har bir ko'chat kelajak avlod uchun sog'lom ekologiya, toza havo, yanada obod Marg'ilon sari tashlangan yana bir qadamdir. Yashil makon bu faqatgina ekologik loyiha emas, balki yoshlarimizda tabiatga mehr, atrof muhitga mas'uliyat tuyg'usini shakllantiruvchi tarbiyaviy maktabdir. Shu tariqa Marg'ilon shahrida ham tabiatni asrash, yashil hududlarni kengaytirish bo'yicha amaliy ishlar izchil davom ettirilmoqda. Hasanboy Ibrohimov, Shohnur Sodiqov, Ruxsor News dasturi uchun maxsus.